pullarni yecha olmayotgan ekan. Bunga sabab Wixsurfing saytida pul yechish bo'limida ancha o'zgarishlar bo'lgan. Shuning uchun ko'pchilik pulni qaysi hamyonga qanday qilib yechishni bilmay turgan ekan. Ana shuning uchun shu videoni olyapmiz. Xo'p, sizlar pul yechishlaring uchun Binance Crypto birjasi kerak bo'ladi, ya'ni Binance hamyoni kerak bo'ladi. Buni ro'yxatdan o'chib ko'rsatmayman Binance, chunki YouTube ga o'zi qidiruv bersalaring Binance birjasidan ro'yxatdan o'tish, ya'ni Binance hamyonini ochish deb YouTube ga o'zlaring qidiruv bersalaring, buni to'liq qanday qilib ro'yxatdan o'tish, qanday qilib identifikatsiyadan o'tish haqida ma'lumotlar to'liq yotibdi Binance haqida. Xo'p, endi Wixsurfing saytiga kirsak, pul yechish uchun. Xo'p, endi qaranglar, biz pul yechish bo'limiga kiramiz. Pul yechish bo'limiga kirsak, xo'p, bizga 24-kuni pul tushirib berar ekan. Hozir bizda 19-kuni. Biz hozir yechgan pullarimizni 24-kunigacha tushirib berar ekan bizni hamyonimizga. Hop, bitta Wallet. Endi WebMoney kashlowga ham bor. Bunga pul yechish oson. Faqat hozir bunda Uzcard yoki Humo kartaga admin qilib olish juda ham qiyin. Shuning uchun biz mana bu uchovisini chiqarib tashlaymiz. Bizga hozir eng keraklilari bu yerdan mana shu USDT TRK20, USDT ERK20, USDT Web20, USDT Ton, mana shular hozir yechish uchun qulay, juda qulay hozir. Keyin mana Ethereum, Litecoin, mana shularni yechib olsak bo'ladi. Chunki xo'sh, misol mana hozir bularga ham komissiyani baribir sal ko'paytirib qo'ygan ekan. Bizga o'zi eng asosiysi, eng ishonchlisi faqat mana bu yerda USDT ERK20 bo'ladi. Mana bu yerdan qolgan hamyonlarga ham, ya'ni qolgan manzillardan ham foydalansalaring bo'ladi. Faqat o'zi qizil yozuvda turibdi, jichcha muammo bo'lishi mumkin bular. Shuning uchun biz hozir bu yerdan mana buni tanlaymiz. Ya'ni USDT ERK20. Bu hozir qanday bo'ladi desalaring, misol mana 1860 rubl turibdi meni hisobimda, ko'rishlaring mumkin mana. Endi men ana buni bosdim. Pul yechmoqchi bo'lsam, komissiyasi deyapti. Komissiyasini ko'rishlaring mumkin. Qancha biz xullas общий pulimizdan 2% qo'shimcha 90 rubl yechib olar ekan. Misol tariqasida mana 10.000 so'm pulimizdan 200 so'm pul yechadi. Shunaqangi misolda hozir meni 18.000 pulimdan bu yerdan hozir 90 ni ayirib tashlasak 37 rubl. Ya'ni 37 rubl mana foiz komissiyasi, undan tashqari qo'shimcha 90 rubl komissiya olyapti. Ya'ni общий summada 127 rubl komissiya olib qolar ekan. Endi mana shu manzildan foydalansak, ya'ni USDT ERK20 orqali pul yechib olsak, bizdan общий 127 rubl pul olar ekan. Endi xo'p, mana bu qisqaroqlaridan ham yechsak bo'ladi-ku desalaring, bundan yechishlaringni tavsiya qilmayman, chunki mana misol sizlarda 200 rubllaring bor deylik. Men bu yerdan yo'qotaman. $200 uchun ham 90 rublini, ya'ni 90 rubl komissiyasini hisoblab olyapti. Ya'ni sizlar qancha ko'p pul yetsalaring, misol 10.000 rubl yetsalaring yo 50.000 rubl pul yetsalaring, har bir yechishlaring uchun обязательно 90 rubl oladi. Ya'ni 200 rubl yechinglar, xoh 50.000 rubl yechinglar, bir martalik to'lov, bir martalik pul yechib berganligi uchun 90 rubl alohida pul oladi. Undan tashqari sizlarda yechib turgan pullaringdan 2% ni komissiya hisobida olib qoladi. Shuning uchun eng yaxshisi bizni qoplaydigan usul, ya'ni biz katta zarar ko'rmaydigan usul, bizga mana bunisi yaxshi.
USDT 2.20. USDT 2.20 dan foydalansak, biz bor pulimizni, ya'ni 1000 rubldan oshiq bo'lishi kerak. 1000 rublga ham misol 110 rubl komissiya olib qoladi bu. Endi mana xo'sh, komissiyalarni o'zlaring hisoblab olasizlar, ya'ni mana bu yerdan o'zlaringga qulayini tanlab yechib olishlaring mumkin. Men sizlarga qanaqangi qilib pulni yechish kerakligini ko'rsatib bersam bo'ldi, adashmasam, chunki ko'pchilik menga shu haqida so'radi. Endi Binance ga kirsak, Binance birjamizga, ya'ni Binance hamyonimizga kirsak, mana bu yerda mana eng oxirgi bo'limda bizning hamyonlarimiz, ya'ni kriptovalyuta hamyonlarimizni manzillari turadi mana bu yerda. Bizga kerakligi, hop, USDT qidiruvga bosamiz. Qidiruvga bosgan holatda USDT mana birinchi sahifasida turibdi. USDT ni bosamiz. Hop, endi bu yerdan meniki hozir inglizcha, sizlarniki boshqa tilda bo'lsa, boshqacha yozib chiqadi. Bu yerdan adada USDT ni ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin bu yerdan xo'sh, birinchisi, ya'ni pul qabul qilib olishni bosamiz. Mana bu birinchisini bosamiz. Bosganimizdan keyin bu yerda mana aytayapti. Xo'sh, uzr bosilib ketib qoldi. Xo'sh, bu yerda mana eng oxirsini ko'rsalaring, mana BEP 20 turibdi. Endi USDT, ya'ni BEP 20 degani bu. BEP 20 bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, BEP 20 mana bu mana. Xuddi mana shu BEP 20 uchun pul yechib olish manzili deyapti mana buni. Buni ustiga bossam menga manzil beradi, lekin hozir menga bu kerak emas. Keyingisi misol taraki, mana bu yerda taraki 20, bu yerda minimalniy summasi 500 rubl yechish kerak, lekin yo'q, buni komissiyasi juda baland ekan, chunki bir martalik to'lovi 250 rubl ekan. Undan tashqari USDC ton. Bu ham bu bilan USDC BEP ikkalasi bir xil ekan. Misol mana USDT tonda ko'radigan bo'lsak, bu yerda USDT ton. Hop. Mana USDT ton mana bu bo'ladi mana. Bu yerda USDT ton ham mavjud. Endi bizga eng ishonchlisi, o'zim ko'p foydalanadiganim faqatgina mana bu bo'ladi. Faqat bunda bitta no tomoni, misol sizlar 500-600 rubl to'plasalaring hisoblaringda, uni yechib olish uchun minimalniy summasi kamlik qiladi. Eng kamida 1000 rubl bo'lishi kerak faqat. Imkon qadar pullaringni yig'ib, qachonki 1000 rubl qilganlaringdan keyin iminni mana shu USDT 2.20 dan foydalanishlarini tavsiya qilaman. Yoki USDT 2.20 yoki mana bu USDC BEP 20, ya'ni mana bu ikkalasida. Xo'sh, mana shu mana birinchisi, keyin mana bu 2.20 dan. Endi men hozir 2.20 dan foydalanib, mana pulimni qanday yechishdi hozir yechib olaman, mayli. Sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun depozitda bosib, bu yerdan birinchisidan foydalanmayman. Mana bu yo'lda mana Ethereum 2.20 degan yozuv turibdi oxirsida. Buni ustiga bir bor bosaman. Bosganimdan keyin mana bu yerda mana xo'sh, menga manzil beryapti. Mana bu manzilni berdi. Buni nusxalab olaman. Nusxalab olganimdan keyin mana USDT 2.20 ni ustiga bosaman. Ya'ni nomer kashlik. Umuman bir dona ham harfi o'zgarib qolmasin, chunki bir dona harfi o'zgarib qolsa ham atkaz bo'lib ketadi. Ya'ni atkaz bo'lmaydi, ya'ni boshqa hamyonga ketib qoladi pullaring. Men buni yozib hozir ponni chiqib ketdim, chunki men ponni bilansimli barcha pulni yechib olaman. Bossa mana barcha pul belgilandi. Endi belgilangandan keyin yana xuddi o'sha USDT 2.20 bu yerdan nusxalab olaman. Yana USDT 2.20 nusxalab olib, bu yerga
joylayman va podtвердить. Bo'ldi. Ana shu holatda endi bitta mana bu yerga mana ajdani deyapti, ya'ni 24-kuni soat kechki 12:00 gacha tushadi. Ya'ni 25-kunga o'tmasdan oldinroq bu pullarim kelib tushadi mana. Mana shu USDT ERC20 hamyonimga, ya'ni Binance mana bu yerda paydo bo'ladi. Endi hop buni qanday qilib keyin biz hamyonimizga pul tushganidan keyin qanday qilib pulni yechib olamiz deydigan bo'lsalaring, unga ham videoni qo'shib ketaman. Ya'ni hozir kunimiz 19-yanvar bo'ladigan bo'lsa, xullas mana bugungi kunimiz 19-kun bo'ladigan bo'lsa, bizning pullarimiz 24-kuni tushadi. O'sha hamyonimga kelib tushgan kuniyoq yana qo'shimcha video qilib bir yo'la to'la hamyonimga, ya'ni Uzcat yoki Humo kartalarimga pulni bir yo'la yechib, mana shu videoni davomiga ulab boraman. Hozircha videoyim mana shundan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zi videoni ulab boraman keyingi videoni olib.